Rasul akram alayhissalom Madina-i Munawvaraga Makkadan chiqib ketar chog'larida Madina yo'lida duo qildilar. Allohumma habbib ilayna al-Madina kama habbabta ilayna Makka. Parvardigor, bizlarni qalbimizga Madina muhabbatini sol. Xuddiki Makkani yaxshi ko'rganimiz kabi yoki undan-da yuksak muhabbatni qalbimizga solgin deb Allohga duo qildilar. Alloh taolo shu duoni ijobat ayladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shu duolarining ijobati o'laroq Rasul akram alayhissalom Makka fath bo'lsa-da, Makka ozod bo'lsa-da, Makkaga qaytib ketmadilar. Madinada qoldilar. Madinada yashab qoldilar. Madinaning muhabbati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Madinadan chiqarmadi. Hazrati Umar doim so'rardilar: Parvardigor, o'ldirsang shahid o'ldir, o'ldirsang meni Madinada o'ldir. Meni tanim, jonim Madinada qolsin. Imom Malik Madinada 83 yil yashadilar. Ilgari o'sha vaqtda 83 yil yashagan Imom Malik davrida Madina kichik bir shahar bo'lgan. 83 yil ichida 3 marta shahardan tashqariga chiqdilar. Unda ham Umaviylar xalifaligining chaqirig'iga binoan majbur bo'lib chiqdilar. Nimaga chiqmadingiz deb so'rashsa, Rasulullohni tashlab ketgim kelmadi dedilar. Ha azizlar, Rasululloh duo qilgandilar. Duoni e'tiborni qiling. Menga deb so'ramadilar. Bizga Madina muhabbatini qalbimizga solgin deb. Bu duo butun ummatning haqqida ijobat bo'ldi. Kim Madinaga borsa, Madinani yaxshi ko'rib qoladi. Madinaga borganlar tasir etinglar. Sizni ham Madina maftun etgan. Makka quyosh bo'lsa, sen oysan Madina. Makka boy bo'lsa, sen undan-da boysan Madina. Makkaning Ka'basi bo'lsa, senda Muhammad bor Madina. Makkada Hadisha bo'lsa, senda Oysha bor ey Madina. Makkaning haybati, salobati bo'lsa, senda muhabbat bor, senda mehr bor Madina. Madina mana shunday o'ziga borgan ziyoratchini, umrachini maftun etadigan ulug' bir manzil. Azizlar, har bir ilan o'sha diyorlarga qadamiylar yetib Rasulullohning ravzalariga borishni hammalarimizga nasib aylasin. Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Man mata bil Madina vajabat alayhi shafaati." Madinada vafot bo'lsa kim, mening shafaatim vojib bo'ladi deganlar. 10 mingdan oshiq sahobalar yotibdi. Madinaga dajjol kira olmaydi. Madinaga yomonlik kirmaydi. Madina solihlar shahri. Madina Rasulullohning shahri. Kimki Madinaga borgan bo'lsa, Rasulullohning mehmoni bo'ladi. Kimki Makkada bo'lsa, Allohning mehmoni bo'ladi. Sizlarga ham Alloh va uning rasulini, ikki shahrini, ikki haramini mehmoni bo'lishni Alloh nasib aylasin. Ya Rasululloh, bizni shu yerlarga munosib ko'rding ya Rasululloh. O'zing mehmon qilding ya Rasululloh. Kelar oy, kelar shu kun, kelar shu yillarga yana bizni chaqirgin ya Rasululloh. Yana o'zingni mehmoning bo'laylik ya Rasululloh. Assalomu alaykum ya Rasululloh. Assalomu alaykum ya Habiballoh. Assalomu alaykum ya Nabiyalloh. Assalomu alaykum ya Abu Bakr.